Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video davomida siz Zomin tog'laridagi turar joylarning narxlari va u joyga kelish narxlari, shu jumladan kanatga, zipline, jumping va osma ko'prikning narxlarini video davomida to'liq bilib olishlaringiz mumkin. Agar sizlar yaqin orada Zomin tog'lariga sayohat qilishni rejalashtirayotgan bo'lsalaringiz, bu video sizlar uchun manfaatli bo'ladigan umiddaman. Zomin sanatoriyasi bo'lsa, sanatoriyada 800 mingdan 1 million 200 minggacha kuniga lecheniялari uch mahal ovqati bilan qo'yyapti ekan. Zomin sanatoriya hududiga begonalarda kirishi mumkin emas ekan. Yonida kottejlar bor ekan. Bir kishiga 800 mingdan 2 kishilik, 4 kishilik, 5 kishilikgacha bo'lgan kottejlar mavjud ekan. Odam soniga qarab, lekin har biriga 800 ming. Ichida ovqat, nonlari bormi yo'qmi bilmadim. Endi hozir mana bu yerda dom bor ekan. O'sha domni narxini agar bilish imkoni bo'lsa, bilib ketamiz. Azizlar, hozir domlarning oldiga keldik. Domlarda ijara narxlarini so'radik. Bir kunligiga odam boshiga sezonga qarab 200 atrofi, yo 150lik, 250liklar bo'laydi. Odam ko'p kamligiga qarab 3 kishilik, 4 kishilik xonalari bor ekan, общий bo'lar ekan, hamma narsasi. Shunaqa. Zomin shahardan shu joygacha, sanatoriyagacha taksilarni so'radim. Taksilar 50 mingdan dedi birinchi. Keyin agar dedi 4 kishi bitta bo'lsa, popukti bo'lsa dedi, arzonroqqa, yana 40 mingdan olib kelaman dedi. Ichkarida mana domlar orasida do'konlar ham bor ekan, ovqat qilishga sharoitlar ham bo'lsa kerak, mana mashina qo'yishga joylari ham anchagina. Masalan, shanba kuni kelib turib, yotib bir kun oldin kelib, yakshanba kuni bemalol qaytib ketsa ham yaxshi bo'lar ekan. Toshkentdan Zomin shahargacha 70-80 mingga kelsa bo'lar ekan bemalol. Mana Zamindor degan mehmonxona, mehmonxona 5 yulduzli ekan. Yozda shu 3 million so'mdan ekan, 2 kishilik xonalari. Endi qishlarda oldinroqdan zaynat qilib qo'ysa, arzonroq bo'lishi mumkin ekan. Bookingda bor ekan. 3 mahal ovqati, shvetsik stollar bilan, basseynlari bor ekan ichida. Sharoiti zo'r ekan, lekin yaxshi ekancha. Sun'iy qilib qo'yilgan sharshara ekan. Shu sharsharaga kirish ham pulli deyishyapti, hali kirib ko'rganimiz yo'q. Mana kanatga 2 xil narxi bor ekan. VIP kabina bilan oddiy 80 ming. Arkamda 100 metreden sakın adam bunu. Oğlum yetki etmiyor. Ko'prikdan o'tish 60 ming so'm ekan. Chiqib boryapmiz. Yok. Manzarani ko'rinishi. Zipline o'tishyapti. Asta qimirli ekan lekin. Otlar. Shu yerdan zaborda oxirigacha borish 50 ming ekan. 30 ming ham qilib beraman deyishyapti. Mana bu zipline. Ziplinega narigi tomondan asosan kassadan pul to'lab, yoqdan tushib kelib, yoqdan qaytib ketilar ekan. O'sha oldida budka bor ekan, o'shanga pulini to'lab sakrasa bo'lar ekan jumping. 400 ming so'm ekan, shu yerda qo'llarni qo'yib, nima bo'lsa ham roziman degan qo'llar qo'yiladi tagin. Keyin borib sakraysizlar. Nariyoqqa to'lab kelsa ham bo'lar ekan, bu yerga to'lasa ham bo'lar ekan. 107 kilogacha jumpingdan sakrasa bo'lar ekan. 107 kilo. Vastingiz bo'lsa, shuni sakrasangiz bo'lar ekan. Ketdi. Ular bilan o'ynaydigan joylar ham ko'paydi. Bir nechta bor ekan. Ziplinega keldik, hozir zipline narxini bilib bilaylik qancha ekan. Hozir kassadan narxini so'radik, ziplineda uchish 150 ming so'm ekan.
Oxirida o'tib olamiz, pasdan tashlayapti. Sariq qanchada qo'la? 100 ming. Kilosi 100 mingga. Zalotay qo'y. Qurtlar kiloli sotiladimi yo donami? Qanday? Qurtlar kiloliga. Bakalashgan. Bepul beraman.